Assalomu alaykum, avvalambor o'rtoqlar. Ismi sharifim Olovuddin. Shu Koinot kavsariga 5-6 yildan beri kelaman. Koinot kavsarini xizmati a'lo darajada. Kim kelsa ham Koinot kavsariga yaxshi narsalarni, yaxshi kayfiyatda qaytadi. Lichinalari yaxshi. Hamshiralarni aytmaysanmi? Ularni tillari bir-biridan shuni tog'a deb lichina qiladi. Nima deyman? Koinot kavsariga omad tilayman, ishchilariga qomat tilayman. Bo'shashmasin. Nimaiki ezgu niyatlari bo'lsa, Alloh yetkazsin. Ishchilarga, xo'jaylariga, hammalariga Xudo quvvat bersin. Mollariga bosh bo'lsin. Nimaga kelmaganlar kelsin, kelganlar afsuslanmaydi, yana kelgisi keladi. Nechta pensionatda bo'lsa, shu pensionatda men va do'stlarim bilan shu Koinot kavsarini tanlaganmiz. Xudo xohlasa, yana yilga ham kelamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.